Assalomu alaykum. Bugun biza rasm va videolarni o'zimiz belgilagan vaqtda yuborishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizaga birorta rasm yoki video kerak bo'ladi. Tak. Mana shu rasmni yubormoqchiman hozir. Открыть bosaman va bu yerda 3 ta nuqta chiqadi. Задать напоминаниeni bosaman va soat hozir 5:52 o'tibdi. Men soatni to'g'rilayman. 17:53 bosaman. Buni bosganimda mana bu tayyor. Endi soat 5:53 o'tganda bu rasm ketadi. Mana bu ketdi уже. Soat 53 bo'ldi. Bu rasm ketdi. Bugun sizlar bilan ko'radiganimiz shu edi. Xayr, sog' salomat bo'ling.